Milliarder mablag' solg'uvchi George Soros Valkosi jurnal uchun yozgan maqolasida Xitoy haqidagi ogohlantirishni takrorladi. Soros maqolasida mundaq degan: Xitoyga milliard dollar mablag' silish ichinishli xatolik. Amerika mablag' silish şirkati bilan Rockning xaridorlari balkim ziyon tortishi mumkin. Texmi muhimi Amerika va boshqa demokratik davlatlarning davlat bexatarlik manfaati ziyonga uchraydi. Soros oldin qayda Valkosi jurnalga yozilgan yana bir obzorda Xitoy prezidenti Xi Jinpingni tilga ilib, uni dunyodagi erkin jamiyatlar uchun eng xatarli dushman deb tasvirladi. Taliban 7 sentabr seshanba kuni Afg'onistonda islomchi vaqtli hukumat qurilganligini e'lon qildi. Taliban bayonotchisi Zahibullah Mujahid Molla Hasan Oxundining hukumatga rahbarlik qiladiganligini aytdi. Mujahidning aytishicha, Taliban siyosiy hukumatining boshlig'i Molla Abdullah G'ani Buradar vaqtli hukumatning muavin bosh ministrligiga tayinlangan. O'zbekiston Ma'arif ministri Sherzod Shermatov bayonot e'lon qilib, doiralar nurg'un ota-onalarning noroziligidan keyin oq yoki ochiq rangda bo'lishi shart bilan maktablarda yog'liq ortishga ruxsat qilishni planlayotdi dedi. Sovet ittifoqining ta'sirida O'zbekistonda 1994-yildan boshlab maktablarda yog'liq ortish cheklangan. Yaqında Qozog'iston hukumati Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida ma'lumot to'plagan rossiyalik tadqiqotchi Jin Bunning Qozog'istonga kelishini ma'lum qildi. Egilanishicha, bu tadqiqotchi o'z torbitida yig'ilish lagerlari va turmalar haqida 25 mingga yaqin guvohliklarni to'plagan bo'lib, buningdan dunyo ommaviy axborot vositalari hamda huquq qo'g'dash tashkilotlari foydalanmoqda ekan. Germaniya Bosh ministri Angela Merkel 69-navbatlik xalqarалық mashina ko'rgazmasining ichilishiga qatnashdi. Merkel bu yil Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan yarmankaning ichilish marosimida so'z qilib, davlatining yanada kuchli mashina ishlab chiqarish markazi bo'lishi kerakligini o'tirib qo'ydi va klimatga mos keladigan o'zgartishning Germaniya mashina sanoatidagi xizmatlarni qo'g'dash bilan munosabatli ekanligini aytdi. Qozog'istonning Anqarada turishliq bosh elchisi Qozog'iston bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikning muhimligini ta'kidlab, turk mablag' solg'uvchilarni bu davlatga mablag' solishga chaqirdi. Shundoq bo'lganda, ular birlikda o'tirg'a qo'ygan yangi nishonga yetalaydiganligini bildirdi. Shotlandiyadan yana mustaqillik uchuri keldi. Shotlandiya bosh ministri Nikola 2023-yilning oxirida mustaqillik referendumi o'tkazishni planlaganligini e'lon qildi. Shotlandiya Milliy partiyasining qarashicha, garchi shotlandiyaliklar 2014-yildagi umumiy xalq bilet tashlashda 55% bilan mustaqillikni rad qilgan bo'lsa-mu, ammo Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqishi vaziyatni o'zgartgan bo'lib, yangi referendumga ehtiyojli ekan.